Biz har qachongidan ham ko'proq ovqat yeyapmiz. Faqat restoranlardagi porsiyalarning keskin ortib ketganiga emas, balki uydagi ovqat porsiyalari ham oshgan. O'sha katta porsiyalarni ko'zimiz bilan uyga olib kelamiz. Boshqa joylardagi taomlarga qarab, ularni o'zimizning uydagi kosamizga olib kelamiz. Biz porsiyalar bo'yicha yangi me'yorni belgilab oldik. Masalan, katta tovoqdagi ovqat normal miqdordagi ovqatdek ko'rinadi. Qadimda biz bunga qarab, bu butun bir armiya yoki oila uchun yetadi deb aytar edik. Endi biz bunga qarab, bu mening kechki ovqatim deymiz. Agar siz qutlug' kecha kartinasini o'rganishni boshlasangiz, unga bir nazar tashlab, so'nggi 1000 yil ichida porsiyalarning hajmi 69% ga, tarelkalar 66% ga, hatto nonning hajmi ham 26% ga oshganini ko'ramiz. Odamlar bilmaydiki, biz har 10 yillikda idishlarimizga tobora ko'proq solib boryapmiz. Men Germaniyada ota-onamnikiga bordim va qo'limdagi tarelka bilan onamdan kechki ovqat uchun tovoqlar qayerda deb so'radim. U javoban qo'lingda-ku dedi. Men esa yo'q, bu salat uchun-ku, ovqat uchun likopcha qani dedim. U esa yo'q, biz 25 yil davomida idishlarni almashtirmadik. Qo'lingdagi likopcha ovqatlanish uchun ishlatiladigani dedi. Bu mamlakatda 10 yildan ortiq yashaganim uchun ovqatning katta porsiyasiga o'rganib qolganman. Portion sizes here.